1% yana qaytarib olsa bo'lar ekan. Bugun 3-aprel, 1-apreldan boshlab zapravkalar naqdsiz shaklga o'tgani uchun men ancha bo'ldi to'liq zapravka qo'ygan edim. Endi bugun kirib hozir ko'ramiz qanaqa holat bo'lar ekan. Adashmasam bu yaxshi, chunki meni ipoteka kreditim bor. Bu yoqda adashmasam karta sotar ekan, o'sha kartani kredit tortib ola olmas ekan. Bu menga juda ham ma'qul keldi. Faqat negativ yozish kerak emas izohlarda. Hozir qanaqa tartib bo'lishini bir ko'rsatib o'taman sizlarga. To'lov qilish uchun kelyapmiz. Qani qanday holat yuz berar ekan. Hozir endi karta olishimiz kerak asosiysi. Assalomu alaykum. Karta, yoqilg'i karta olmoqchi edim. Nech pul? Tekinmi? Qarang, savolda ipoteka kreditim bor. Ichiga ortiqcha pul tasasiz ham tortadimi, tortmaydimi? Yo'q, faqat zapravka uchun. Rahmat, baraka topinglar, shef. Juda zo'r. Asosiysi ipoteka kredit tortmas ekan. Eng foydalisi shu. Uzoqqa borish hojat yo'q ekan, shu yerda mana bankomat bor. O'sha bankomatdan hozir biz kartamizni to'ldiramiz. Adashmasam uslugasi 1% ekan. Lekin bizlar odamlar baribir anchagina aqlli ko'z tegmasin. Hozir bitta aka aytdilar, shu bittadan 1% hozir to'ldirasiz, keyin 1% ni qaytarish imkoniyati bor deb menga tushuntirib ketdilar. Kassirga chekni bergandan keyin kassir soliq QR kodini beradi-yu, o'sha QR koddan skaner qilib soliq ilovasidan pulni tushirib 1% yana qaytarib olsa bo'lar ekan. Vashi 250 mingga to'lov qildik, 250 ming so'mlik benzin zapravka qilib oldik. Bilmadim, bu yerda qandaydir odamlar yuribdi, bular balkim o'sha zapravkaning xodimidir yoki bank xodimlarimi bilmadim-u, lekin menga yana bitta ma'lumot berishdi. Hozir bu qaysidir tijorat bankini kartasi aytishyaptiki, aka keyingi safar mana shu kartani yana foizsiz to'ldirish imkoniyati bor deyishyapti. Qanaqa qilib desam, o'sha bank o'ziga borasiz yoki filialiga borasiz, o'sha to'ldirmoqchi bo'lgan summangizni filial xodimasiga, ya'ni kassirga bersangiz, u sizga foizsiz to'ldirib beradi, deyapti. Undan keyin kelganingizdan keyin mana bu yerda to'lov qilganingizdan so'ng soliqdan tushadigan 1% cashback o'zingiz oldingizda qoladi. Va o'sha akalar endi bilmadim, bu bank xodimi yoki bo'lmasam shu zapravkani xodimlarimi, hammalariga katta rahmat. Akam o'zlari tushuntirdilar, o'zlari mashinalarga o'tirib ketdilar shekilli, mana shu yerda yuruvdilar. Kassim-shim kiyganinglar, men adashmasam shu bank xodimlari bo'lsa kerak. Hammaga rahmat. Yana bitta zo'r ma'lumot. Hozir bu tugatdik, mashinamni setroga qo'ydim. Akaga rahmat aytishga keldim. Yana bitta yaxshi ma'lumot. Men bu kartada ko'proq pul tashlab qo'yganim menimcha yaxshiroq, chunki mashinani datchiga qarab yuramiz. Imkon qadar shu zapravkaga kelishdan oldin albatta men shu yonilg'i kartasida pul bo'lishi kerak. Endi men hozir plan qildim, ko'proq pul tashlab qo'yaman, chunki kreditim torta olmas ekan, yo'lim bexatar bo'ladi va bemalol borib kelish imkoniyatim bo'ladi. Shuning uchun sizlarga ham maslahatim shu, doimo kartalaringizda zapravkaga kirishdan oldin yoki bo'lmasam datchik yaqinlashib kelganda, ya'ni nolga tushishdan oldin kartani to'ldirib qo'yishlaringizni maslahat beraman.